masalan deylik, Spark olgan bo'lsa bir $7,000 ga, Sparkiga sizda o'zida yo'q, lekin unga aytyapsiz, bundan zo'ri nasib qilsin deyapsizmi? Ha. Farishta tepangizda turib, senga nasib qilsin deydi. Unutmang, sizni duoingizdan ko'ra farishtaning duosi birinchi ijobat bo'ladi. Undan ko'ra sizga beradi Xudo birinchi. Bizdachi yonib, kuyib, prinsipim notaman deb ketdim deydi, bir joyga borib ishlab mashina olaman deydi, u deydi, bu deydi, nabarot minus $5,000 kirib keladi. Niyatni o'ynash kerak birinchi o'rin. Musulmon deganda biz boshiga do'ppi kiyib olish tushunmaylik bolalar. Musulmon deganda bo'ldi, jog'iga soqol qo'ysa bo'ldi deb tushunmaylar bolalar. Musulmon deganda o'lgan dadasini yo onasini tushida ko'rsa holvetar qilish tushunmaylar. Bu holvetar, bu chalpa, bu diniy narsa emas bular. Yo isiriq, yo nimadir.